Shermat va Navbahor Sharaf Rashid nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filiali, Pedagogika va tillarni o'qitish fakulteti, boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 304-guruh talabasiman. Men bugun ijtimoiy pedagogika fanidan Sharq mutafakkirlari asarlarida shaxs ijtimoiylashuv masalalarining yoritilishi, xorijda ijtimoiy pedagogikaning rivojlanish tarixi mavzusini yoritib bermoqchiman. Men bu mavzuni 3 reja asosida yoritib beraman. Bulardan birinchi rejamiz Sharq mutafakkirlari asarlarida shaxs ijtimoiylashuvi, ikkinchi rejamiz esa xorijda ijtimoiy pedagogikaning rivojlanish tarixi, uchinchisi xorij adiblarining shaxs ijtimoiylashuviga qo'shgan hissasi. Endi Sharq mutafakkirlaridan Abu Nasr Farabiy o'zining Fozil odamlar shahri asarida shaxs ijtimoiylashuvini turlicha yoritib o'tgan. Unda Farabiyning fikricha, inson tabiatan jamiyat bilan bog'langan ijtimoiy mavjudotdir deb aytadi. U o'z asarlarida odamlarni jamiyatning tarkibiy qismini sifatida ko'rib, ularni ijtimoiy axloqiy jihatdan yetuk insonga aylantirishning yo'llarini ta'riflaydi. Uning ideal jamiyat tushunchasi shuni nazarda tutadi, ya'ni shaxs axloq, ilm va tarbiya orqali komillikka erishadi. Jamiyat esa shaxslarning ma'naviy ma'rifiy boyligini yanada boyitib beradi deb aytib o'tadi. Keyingisi esa Yusuf Xosxojib o'zining Qutot-hu bilik asarida shaxs ijtimoiylashuvga alohida hissa qo'shgan. Unda shaxsning ijtimoiylashuvi bilim, axloq, aqliy va jismoniy tarbiya orqali amalga oshishi juda aniq yoritiladi deb aytib o'tadi. Yusuf Xosxojibning nuqtai nazaricha, shaxsning ulug'ligi nafaqat ilmda, balki jamiyat o'rtasida o'zini qanday tuta bilishida va atrofdagilari bilan muloqotida ham bilinishi mumkin deb aytib o'tadi. Shaxsning ijtimoiylashuvi, moslashuvi va jamiyatda maqomida asos bo'ladi deb aytadi. Jaloliddin Rumiy ham shaxs ijtimoiylashuvga o'zining alohida fikrlarini qo'shib o'tgan. Rumiy ijodida shaxsning ijtimoiylashuvi ruhiy, ma'naviy o'sishi bilan chambarchas bog'liqligi haqida aytib o'tgan. Rumiy fikricha, insonning ichki ruhiy tozalikka yoki ma'rifat jarayoni shaxsni jamiyat uchun foydali va saxiy shaxsga aylantiradi deb aytib o'tadi. Keyingisi esa Alisher Navoiy shaxs ijtimoiylashuvga alohida o'zining fikrlarini aytib o'tgan. O'zining asarlari orqali Navoiy axloq va ijtimoiy yetuklik, Navoiy ijodida barkamol inson konsepsiyasi markazda turadi. Uning fikricha, shaxsning ijtimoiylashuvi bu axloq, odob, insonparvarlik, bilim asosida realizatsiya qilinadi. Ya'ni Navoiy pedagogik qarashlarida shaxsning jamiyatga moslashuvi tajriba, bilim, axloqiy fazilatlar orqali realizatsiya qilinadi va uzluksiz jarayon sifatida ko'riladi deb aytib o'tgan. Keyingisi esa ijtimoiy pedagogikaning bu xorijda, ya'ni ijtimoiy pedagogikaning xorij adiblarida o'zlarining qo'shgan hissalari haqida aytib o'tamiz. Ijtimoiy pedagogikaning ilk qadamlarini Yevropada, xususan Germaniya va Fransiyada kuzatish mumkin. Bu davrlarda ijtimoiy pedagogika jamiyatda ishlamagan yoki qiyinchiliklarga duch kelgan shaxs farzandlarining bilim olishi va o'sishi va kamolotga yetishda alohida yordam sifatida ijtimoiy pedagogika fanini joriy etgan. U ayniqsa Skandinaviya davlatlarida ijtimoiy pedagogika o'zining amaliy jihatlarini mustahkamladi va pedagogik tizimda ijtimoiy xizmatlar va yordamchi faoliyatlar kiritildi. Bugungi kunda xorijda ijtimoiy pedagogika global miqyosda tarqalgan hisoblanadi. Turli yurtlarda ijtimoiy integratsiya, marginal guruhlar bilan ishlash va jamiyatda adolatni ta'minlashga yo'naltirilgan kompleks tizim sifatida ishlab borilmoqda. Ushbu fan asosida olib borilgan ilmiy izlanishlar va amaliy tadbirlar ijtimoiy pedagogikaning rivojlanish tarixini yanada boyitdi va hozirgi zamon pedagogikasida o'zining muhim o'rnini saqlab qolmoqda. Ya'ni o'zimizda bilan birgalikda xorijda ham ijtimoiy pedagogika fani keng miqyosda qo'llanilmoqda.
ijtimoiy xorij adiblarining ijtimoiy pedagogikaga qo'shgan hissalarini birma-bir bilib o'tamiz. Bulardan birinchisi George Herbert Mead hisoblanadi. U o'zida Meadga ko'ra self shaxsning o'zi haqidagi anglash jamiyat bilan muloqot orqali shakllanadi. Inson o'zini boshqalar kuzatadigan obyekt sifatida qabul qilgan sari o'zini ijtimoiy shaxs sifatida anglaydi. Bunda, deb aytadi, til, belgilar va muloqot shaxsning jamiyatdagi roli va o'zligini yaratadi, ya'ni yoritib boradi deb aytib o'tgan. Keyingisi esa Charles Horton hisoblanadi. Horton Google Charlie shaxsning Charles Horton jamiyatga moslashuvi va ijtimoiylashuvni asosiy guruhlar sifatida oila a'zolari va do'stlarini alohida aytib o'tadi. Bu guruhlar shaxsning axloqiy hissiyot va qadriyatlarini shakllantiradi deb aytadi. Uning fikricha, inson o'zini boshqalar nigohida ko'radi, jamiyat uning xulq-atvorini shakllantiradi deb aytib o'tadi. Keyingisi esa Pierre Bourdieu hisoblanadi. Bourdieu shaxs ijtimoiylashuvini habitus orqali izohlaydi, ya'ni bu ijtimoiy shart-sharoit va strukturaviy pozitsiya orqali shakllanadi deb aytib o'tadi. Habitus shaxsning dunyoqarashi, fikrlashi va qaror qabul qilishini belgilovchi ichki tizim bo'lib, unda jamiyat bilan uzviy aloqada paydo bo'ladi deb aytib o'tadi. Ya'ni shaxs ijtimoiylashuvga o'zlarining fikrlarini aytib o'tgan hisoblanadi. Keyingisi esa Emily Durkheim hisoblanib, u sotsiologik yondashuvda jamiyat shaxs ijtimoiylashuvini yoritib o'tgan shaxs hisoblanadi. Bunda jamiyat shaxsning harakatlarini boshqaruvchi va uni jamiyat standartiga moslashtiruvchi omil sifatida qaraladi. Unga ko'ra, shaxs ijtimoiy normalar va qadriyatlarini o'zlashtirib, jamiyatga moslashtirib boradi. Bu ijtimoiylashuvning markaziy mexanizmi hisoblanadi. Bu mavzuni xulosa qilib aytganda, sharq mutafakkirlarimizdan o'zimizga sharq ijtimoiylashuvga qo'shgan adiblarimiz, masalan, Abu Nasr Farabiy, Yusuf Xosxojib, Alisher Navoiy asarlarida shaxs ijtimoiylashuvning shaxsning axloqiy, ma'naviy kamoloti, odobi va jamiyatda foydali bo'lishi bilan bog'liq holda yoritilganligini ko'rib o'tdik. U shaxs ijtimoiylashuvi ular insonni tabiatan ijtimoiy mavjudot deb bilib, komillikka tarbiya va ma'rifat orqali erishishni ta'kidlaydi. Xorijda esa ijtimoiy pedagogika ilmiy asosda shakllanib, Paul Natorp, Emile Durk, John Dewey kabi olimlar tomonidan shaxsning jamiyatga moslashuvi, ta'lim olishi, tarbiya olishi va jamiyat o'zini qanday tuta olishi haqida o'zlarining fikrlari bilan tanishib o'tdik. Shu bilan birgalikda bugungi mavzumizga yakun yasaymiz. Biz bu mavzuni qo'ldan kelgancha yoritib berishga harakat qildik.